Assalomu alaykum Qirg'izistonlik akalar. Bugun O'zbekistonlik hamma mashina ishlayotganlar O'zbekistonlik ustalar ishlayapti. Bu ustalarning ishini ko'ramiz. Nima qilyapti, nima bo'lyapti? Bir boshdan tushuntirib beramiz. Aynan hozir biznesmenlarga yaxshi yangilik bor. Buni yozda qilgandan ko'ra hozir qilsang bir 2-3 ming dollargacha obyektiv katta kichkinaga qarab 5-10 ming dollargacha foydadan chiqishingiz mumkin. Bu yerda egasi yaxshi odamligiga mana nafaqat davesi betonini ham mana ustalarni O'zbekistondan olib kelib hal qilishyapti ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yoqubjon aka tuzimsiz. Assalomu alaykum. Tuzimsiz. Qanday siz? Charchamayapsizmi? Bo'lmoqda balyapmiz. Rahmat. Qirg'izistonni qayerda bey tog'a? Bu yer Bozorqo'rg'on. Bozorqo'rg'oni. Sentri. Sentr. Nima quryapsiz beyga? Yer to'yxona quryapman. To'yxona, restoran. Shu Yoqubjon akam qurib beryapti-da. Ustalar qalay? Ustalar jayinda o'ta sonun. Ha? Sonun ishlayapti. Hech tinim yo'q. Tinmaydi. Tinmaydi. Yerda men shu jarq sher bilan qarang kelguncha ishlaydi. Boshlaydi, mehnatkash. Mehnatga yaxshi, молодцы. Ya, davolim. Davoling. Biz ustalar akalar haqiqatdan intizom, tartib kuchli. Bu butun dunyoda misol uchun biza insonlar haqida bunaqa yaxshi fikrlar bor. Mana xuddi shunday ishlar ham xudo xolsa yaxshi ketyapti. Yaxshi ketyapti. Xursandsiz? Tez, sifatli, anan ham конечно berkga qaraganda arzon. Ha, material bo'yicha arzon. Material yaxshi. Yaxshi. Olin materiallar. Siz o'zingizga o'xshagan biznesmenlarga ayting, shunaqa bolalar bor, Yoqubjon degan usta bor, ishni yorvoradi deb maqtang. Kelyapti shu. Kelyaptimi? Kutgandan keyin daha ko'payadi. Xudo xolasa. Akalar mana shunaqa. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlab podдержка qilib tursak, zo'r rivojlanamiz. Qirg'iziston men 3 yil, 4 yil oldin kelganimda o'zgarib ketibdi, yo'llar asfalt dahshat. Boringizga shukur. Tinchlik bo'lsin. Iloyim. Tinchlik bo'lsin, ish bo'laveradi. Bitgandan keyin Xudo xolasa, bitgandan keyin kelamiz bitta obed. Gap yo'q. Boringizga shukur. Jig'ni. Boringizga shukur. Qani tirs. Juda anaqa ekanlar. Arab bo'ygam yaxshi insonlar ekanlar, chunki buni aslida Eldorado Uzuk kanalini kuzatib yuradi. Iki bekorga hozirgi haligi sizni anaqa primishkangizni qildilar. Kelishimga o'zi tirs. Nimada Kermenda Begalini o'zi Kermendan shu tomondan uylangan ekanlar. Ana kuyovmisiz? Ejab shu yerdan ekan. U yerdagi Begalini ishlarini ko'rib sirasi aloqaga chiqdi, keyin bizni tanishtirdi. Akam O'zbekistonga o'tdi. Haqiqatda mana betonchilargacha O'zbekistondan olib keldik. O'zingiz mana shuni hal qilib bering degani uchun mana mana shu yerda turgan hammasi O'zbekistonlar. Hatto beton quyadiganlarni ham O'zbekistondan olib keldi. Inshaalloh akamizni boya aytdingiz bitta abedi. Aka bitta abed ekan, bitta restoran yopib mehmon qilish qo'yadi inson ekan. O'zimizdan ekan. O'zimizga o'xshagan masa bir ko'ngli ochiq bir yaxshi inson ekanlar. Mana inshaalloh biz ham shunga qarab mehnatni bosamiz. Akalar inshaalloh chiroyli qilib Alloh bizni yuzimizni yoriq qilsin. Alloh xayrli qilsin akamiz ishlarini. Inshaalloh mana akamiz ishlarini Alloh oldida, akamiz oldida yuzimizni yoriq qilsin. Chiroyli suratda topshirib ketishimizga bizga nasib qilsin. Amin. Amin. Alloh akbar. Alloh akbar. Boringizga shukur, yashang. Rahmat. Bu aka yaxshi odamlarga yaxshi odamlar yo'li qo'yadi bir-biriga. Inshaalloh. Sog' bo'ling. Ancha yillar Qirg'izistonda mana shu xalq xizmatini qilsin bu binolar. Aka, narx qancha bo'lyapti? Asosiy gapni gaplashaylik endi. Bu yerda narxi mana yashirmay mana egalari turibdi. 2,5 ming so'mdan barcha materiallar xizmat ichida bo'ldi. 1 kvadrat metr 2,5 ming so'mdan. Material hammasi ichida. Material hattoki kraskalar berish, kraskani rasxoti ham shu pul ichida, kirisha qismlarini olib bersa, yopib berish xizmati ham shuni ichida bo'ladi. Tushunarli. Manaqa gap akalar. Bu narx bahorda, yozda qimmatlab ketadi. Iloji yo'q qimmat ketadi. Bu aka ko'tarmaydi, o'zi oshib ketadi. Hozir ayni payt mana Qirg'izistonlik akalar. Qirg'izistonda nima ko'p? Yer ko'p, yer katta. Masalan, oddiy bitta fuqaroni, qirg'iz fuqarosini 40-50 sotik uyda yeri bor. Gektar yeri yaylovi bor. Akalar, hashayxona, o'tinxona, xaladellik uchun oddiy bir 500 kvadrat, 1000 kvadrat arziydigan qilib qo'ysa bo'ladi-da, bari to'y marakiga kerak bo'ladi bunaqa narsa, to'g'rimi? To'g'ri. Bizga bemalol aloqaga chiqinglar. Hozir narxlar tushgan paytda, inshaalloh mana yildan hozirgi paytda mana bugun o'z 4 ta 5 ta zakaz oldik mana Qirg'izistondan. Bemalol bizga aloqaga chiqsanglar, inshaalloh sizlarni mana shu
bitmayotgan, o'ylanayotgan tadbirkor akalar ishlab chiqarish qilaman deganu mana shunaqa angar qidirib yurgan, mana shunaqa namis qildiraman deb yurgan akalar bizga aloqaga chiqinglar. Biz bilan hamkor bo'lsanglar, xudo xolasa ishinglarni cho'ntaginglarga qarab, imkoniyatlaringga qarab narx-navo qilib chiqarib berishga xudo xolasa va'da beramiz. Usta quruq gapirmaydi, hamma gapi rost. Ishni yoradi haqiqatdan kelib buzib yuboradi. Necha kun reja bo'yicha bitishi, ko'tarib berish. Maksimalni endi bekka hozir mana shu ish joyiga kelgani bir 2 hafta bo'ldi. Qor yog'ishi bor, yomg'ir yog'ishi bor. Agar ata bir rostlagan hisoblanadigan maksimal 20-25 kun, bir oy deng, bir oy. Bitirib chiqib ketadi. Chiqib ketamiz. Xudo xolasa, akalar aloqaga chiqaverasizlar. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, O'zbekiston, Liboy joyda ish bo'lsa, bitirib beramiz. Ekranda nomer, alo.